Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz, muhterem ve süyümlük Şark Türkistanlık qarindoshlarım. Allohga hamdlar olsun ki bugün yana yüz görüşdük. Aldınqı video bilan bunun arlıqı bir az yaqin bo'lib qoldi. Ammo aslida bu normal video nashr qilinadigan kun edi. Aldınqısı vaziyatning taqozosi bilan normaldan tashqari video nashrimiz bo'lgan. Bugunkisi navbatdagisi. Bu mavzuni boshlashdan burun bir necha qistirma qiladigan gapim bor. Biz yaqinda bir raysinash faoliyati olib borgan. Hozir ham davomlashyapti. Daha vaqti to'shmadi. Allohga hamdlar olsun ki Allah bunu qilishni ko'nglimizga ilhom qildi. Bunun intayin foydali bir ish bo'layotganligini kun siri texmi bektonib yetyapmiz. Chunki o'xshamagan rang, o'xshamagan tipda ko'rinayotgan buzg'unchilar va Xitoyparastlarning to'llarini yeshivetdi. Çümperdilerini içivetti bu raysinaş. Bazıları hatta raysinaşka hiç avaz vermegen halda yana sırtta teşhir çıkıp elip durup müstakillik deb to'lab yüzünü yana perdeleşke urunavatadi. Bu tipirlaşlar, bu çiçanışlar bu işin ne kadar joyida ve vaqtida bo'lganligini bir qatim bizga uqtirdi. Turli sohadagi o'xshamagan munofiqlarning hammasining o'rtaq qonida. Bu qana shu darajaga yetdiki, 2018'de xuddi Salih Xudoyorni töhmet bilan qamatib etganga o'xshash. Bu yaqinda Xitoy evatgan ayg'oqchilardan birisining tuhmat qilishi bilan Salihning dadisini tutqun qildi. Xabaringlar qolsin. Amerikaning qonuni mana shunday bir qonun ekan. Ya'ni o kadar yo'chiq ekanki, Xitoylar shu maymun o'ynatgandek o'yin talaydi ekan Amerikaning saqchilarini, qonunlarini. Buni ko'rib qo'ydik. Xo'sh, bugungi temaga kelsak, ko'rayotganinglardek ülgünün rolü ve ülgünü yo'qotishning roli haqida. Men keyingi chaqlarda shu videolardan bir necha videodan ilgari George Orwell'ning Angliya yozuvchisi George Orwell'ning 1984 nomli romanidan Ariyalar yo'llagaydim to'rga. Facebook'ta hala bor. Shundaqla qarindoshlardan buni tushunish va hazm qilishlarini o'tinib so'ragaydim. Men yo'llagan ariyalarda dal ulgi haqida bir selishtirma mavjud. Ulgi. Qadimgi g'arb diniy jamiyatining jazolari keyin natsistlar ve komünistlarning jazolari, andın bu kitapta tasvirlangan kelgusi dunyodagi jazolar. Bu ariyalarda shular so'zlandi. Jazolar kimga qartildi? Qadimgi diniy jamiyatlarda xristianlikka qarshi chiqqan dahriylarga, boshqa dindagilarga qartilgan bo'lib, diniy jamiyat ularni jismoniy jihatdan yo'qotish bilan cheklangan. Ularning iddisiga hujum qilmagan. Shunga iddisini o'zgartirmagan. Ular o'zining aqidasidan siljimasdan o'z aqidasi bilan o'lgan. Natijada ularning jismini o'lgan, ammo iddisi yashab qolgan. Ya'ni bu
Bu xil iddia boshqalarning hayotiga singib kirgan. Bu xil iddia, bu xil tunush, bu xil dindikilar texmi ko'payib ketishga sababchi bo'lgan. O'lguchilar qahramonga aylangan. Ya'ni ulguga aylangan. Keyingilar o'ginadigan ulguga aylangan. Natsistlar va Sovet kommunistlari lagerga, ölüm kamplarına yollagan adamlarning ma'naviyatini yemirib o'tish urinishida bo'lganda qismi amaliyotda muvaffaq bo'lolmagan. Bu jihatda Sovet bolshevizmi natsistlarga qaraganda tajribalikroq bo'lib, jazolanayotganlarning xalq ichida qahramon deb sifatlanib, qahramonlashtirilib, ulguga aylanib kelishiga sal qaramagan. Diqqat qiling. Nima uchun sal qaramayotganligiga diqqat qiling. U baribir o'ltiriladigan bir dushman bo'lgandikan hokimiyatning ko'zida. U qahramonga aylanib qolsa, ulguga aylanib qolsa nima bo'ladi? Ulguga aylanmasa nima bo'ladi? Diqqat qiladigan nuqta bu. Ama bumu Sovet bolşeviklarining qiyğinimi bir mezgillik olup mengülik bulanmagan. Ahir hesapta bu jazolanganlar xalqning nazarida yanada qahramonga aylandi. Ulguga aylandi. 1984 nomli kitob 1949-yilda nashr qilingan bo'lishib qaramay. Hikoya kelgusi jamiyat haqida edi. Zamani 1984 tasvirlanayotgan zaman. Abturning nazaridagi kelgusidagi o'sha davlat va ashu mustabid hukumat insonlarni qul qilishda eng ahamiyat bergan ishlarning oldinqisi iddiviy zo'ravonlik bo'lib, qarshi chiqishga undaydigan har qanday ruhiy omillarni yemirib tashlashni chong tutgan. Eng diqqat qilishga tegishliki jazolanganlarning keyin qahramonga aylanib boshqalar uchun ulgu bo'lib qolmaslik uchun u hayot vaqtida uni aqidalariga munofiq qilib o'tish, o'z aqidasiga o'zi qarshi turishga majburlash orqali uni razillashtirish, o'sal qilish, o'zining ilgirki qarshi iddiasini o'ziga masxara qildirish, kishini kulkili holatga tushirib, keyingilarga ulgu elishga emas, ismini tilga elishga jirkinadigan bir jirkinishlik obrazga aylantirish asosiy funksiya qilinadi. Diqqat qiling. Hatta ölümge hüküm kılındıqanlarmı ölüşten burunqi qilganlarga pushayman qilishi, qilganlarini xatoga chiqarishi, o'tmishda qilganlarining dal aksini qilishga majburlanish bilan tamamen kulkulik, jirkinishlik obrazga aylanish kerak edi. Ondan o'ltiriladi. Bu kitobda tasvirlangan bu jamiyat dal Xitoy sotsializmi, dal Xitoy kommunist hukmronligidagi jamiyatning aynan tasviri deyishga bo'ladigan bir jamiyat bo'lib, buningdagi metodlar Xitoy kommunistlari tarafidan butunlay aynan ijro qilinmoqda. Xitoylar 1950-yillarda bir turkum millat sarxillarini vahshiyona qiynoqlar bilan yo'qotdi. Millatimizning sarxillarini yo'qotilganlarning mo'yinlarining ma'naviyatini yo'qotdi. Oldi bilan ma'naviyatini o'ltirib, ondan o'zini o'ltirdi. Ma'naviyati avval o'lgan odamlarni hech kim ulgu qilmaydigan bo'lg'achqa Xitoylar mana shunday qildi. Bu qahramon o'g'lonlarni muhtojlikka tushirish, chorasizlikka tushirish, o'z ehtiyojini o'zi qamday olmaydigan holatga tushirish orqali ularning egilmas sunmas mag'rurligini sundurdi. Yelinib yalvarishga majbur bir vaziyatga tushdi. G'ozi Barat hojimning aslab berganlarida mening diqqatimni tortgan bir nuqta mana shu edi. Milliy armiyaning yuqori darajalik ofitserlarini turmada qiyin qistoqqa elish bilan qolmay, ularga bak oz tomoq berib, ularni uyri bo'lolmaydigan, o'milaydigan holga tushirib qo'ydi. Anda ularning ehtiyojlariga yordamda bo'lishga
odatdagi jinoiy ishlar jinoyatchilaridan birisini amra qilib qo'ygan. Lekin bundaq ongsiz odamlarning nazarida bu qahramonlarning o'rni bormi? Yo'q. Şuna ular siyasi cinayetçilerini yüylep, hacet gelip çıkış, kiyimini giydiriş, tamıkını yediriş degендek işlerini kılavatkallarda tabi yosunda set alayıp, dokuslutub, g'o'dirab ve aşkarı setlep durup yardımda buluşkan. Buni hükümet o'rinlashtirdi deb yordamda bo'ladi da mecbur. Şuna bu o'zi xohlamagan bir ish bo'lganligi uchun u adamning qimmatini bilmaydigan odatdagi o'g'riqimava bo'lganligi uchun u mecbur bo'lgan ishni unda dokuslutib, unda setlep turib qiladigan. Bu orqali bu oliyjanob fazilatlik millatning sarxili bo'lgan odamning g'ururi chaylangan, ma'naviyati o'ltirilgan. Atalmış medeniyet zor inqilabidagi hamma odamning o'zaro nazorat qilish sistemi bu kitobda aynan bayon qilindi. Bir kishi 7 yoshli qizining pash qilishi bilan qo'lga olindi. Diqqat. Texmi masxirligi qo'lga ilingan dada qizidan og'rinmaganning aksiga hushyor, o'yg'oq cho'ng bo'layotgan qizidan faxrlanadi. Benim kızımның inqilabi meydanı naytı müstahkem. Hükümetke ne kadar sadık, hatta minimi ayap koymay paş kılıp kol kaldı deyip bakırdım. Kırındaşlar. İnsanlar bunu ma kadar muşu derecede kallısı eleştirilip bitip bağırınca. Bu hal del medeniyet inqilabı devrideki şəxsən mən üzənmi şahid olğan əhvallar bilan oxşaş olub, biz bilan təntuş savaqdaşlar içidən ailə içində bulunğan sözlərini partiyaga məlum qılıdığanlar bolğan. Dadıllarını qol qaldırıb etkənlər bolğan mədəniyyət inqilabıdır bizning təntuşlarımızın içində. Esimdə qalışca bir dada öydə Mavzudunun resim bar gizit qağızda tamak urğanlığı üçün balası tərəfindən paş qılınıb 5 yıllık kesilgen. 2000-ci yıllardan keyinki Xitay hükümranlığı tədrici halda medeniyet inqilabı devriga oxşaşqa, onundan qabihləşishə başladı. Çünki fen texnik tərəqqi qıldı bu. Məxfi tanışaş, məxfi körüb duruş, məxfi avaz qilish, üskünül tərəqqi qılıb getdi. Demek aile içinde mi mahremiyet kalmadı. Kolga elingan bir muncha inqilobchi yoshlarning tövbe qildirilishi, ba'zilarining aktivlik bilan televizorda o'z gunohini tunib, jinoyatlarini o'zi so'zlashi, o'zi aqida bog'lab qilgan ishlarni o'zi so'kib, masxirlik holga tushirishi, mana bu kitobda deyilgan sistemaning aloyidligini aynan tatbiqlaganligini ko'ramiz. Biz biladiganlardan bir misol versem, inqilab sabdishimiz, bizning sabdishimiz, dangliq davatchi, natiq bo'lgan do'stimiz Hüseyincan Celil. Hüseyincan Qarajimning keçmişi bu icraatning jonliq bir dalilidir. Hüseyincan Qarajim O'zbekistonda tutilib Xitoyga o'tkazib berilgandan keyin Kanada'nın qattiq talablariga qaramay uni muddatsiz kesgan Xitoylar buninglik bilan qanoat qilmasdan uning ma'naviyatini o'ltirish, razillashtirish o'yini olib bordi. Joy-joylarga olib borib, jamoatga nutq so'zlatdi. Bu radioning xabarida berilgan esonlarda bor. Nutq so'zlatdi. U nutq so'zlab da'vat qildimi? Mumkin emas. Uni Əmmənli pərəz qıla alaysızlar. O Xitay siyasətinin təşviqatçısına aylandı degenge. Yani özünün burunqi əqidəsiga özü qarşı sözləvadı degenge. Oylab görünlər, qarindaşlar. Bunun ağırlıq dərəcəsi öldürüb etkəndən mi yana emasmı? Bir adamni özünün ömürlük əqidəsiga qarşı sözültüş. Bulubmu cemaat aldıda öz qılmışını xatağa çıxırıb sözültüş. Eyüplütüş. Düşüngen insan için ne kadar ağır. Cemaat aldı da öz yüzünü mesxir kılıp,
Üzünü qarılab qıyğan işlerini xata iş edi dep, xalqqa qarşı düşmanlık hareketi qıyğanlığım, qıyğantım, xalqqa qarşı eti şu işlerim, xalqның menfaatiga ziyonliq berishini qıyğantım dep itiraf qılıp, üzünü iblislaştırgan bir adamni kim ulgu qilishi mumkin? O özü qıyğan ve keyin özü xataga chiqarib ayıplab söküvatkan işlerini qilishga kim yeni petini alaydı? Mana bu Xitaylar qurib chiqqan ajoyib sistemanın karamati. Ulgularni yo'q qilish, qahramansizlashtirish. Bular bu kishilarga irodasizlikdan emas. Ba'zilar ha deganda ayıpladi o'g'illar. Masalan, Hüseyincan Qarajimning yaqinlaridan, juftliqlaridan bo'lgan ba'zi ablahlar ayıpladı. Eğer onun orunda sen bo'lgan bo'lsan, qahramonlik bilan lixedek naqshini to'lab dar aldığı baramiddan bir tiyin o qahramonliqim. Aqmaydı yerda. O'tmishdim aqmaydı. Bugün texim aqmaydı. Çünkü bugün ximiyelik doğrular, okullar var. Bulbuldek sayırdı yutudu. Düşmanın qoluga tushding mu? O aqmaydı o qahramonliqim. O senin iradenge bağlıq emas o işler. Bu kişilerdeki iradesizlikten emas, aslında sistemin şumluqlarından biridir. Sistem şunda qurulgan ki, sistemga qarshi turadiganlarni, qarshi chiqishga jur'at qiladiganlarni ma'naviy jihatdan tamamen yemirib tashlash, qayta bosh ko'tarishga petanolmas qilib yetish uchun ma'naviy ulgu bo'lishi kutiladigan kishilarni mana shundoq razillashtirib, ulguni yo'q qilish. Ulgu bo'lmagan holda xalqni qo'zg'atish tashviqotining unumi bo'lmaydiganligi kommunistlarning o'z kechmishidan ma'lumlik bo'lg'achqa bu nuqtani bakmi chong tutgan. Dal mana shu sababdan Xitoylar biz uchun qatirqinib ulgu tanlaydi. Biz ulgu qilishga tegishliklarni yo'qotdi-da, biz uchun o'zlari ulgu tanlaydi. Asli ulgu bo'lishga tegishli kishilar unutildiriladi. Agar tarix tikillari bo'lsa. Çünkü onu rezilleştiremeydi, o yüzden televizyona çıkıp sözletemeydi. Hem de yenilerini rezilleştirilip, külkülük obrazga aylandırıldı. Bugünkü günkü gelgende, Xitaylarning siyasi cinayetler qarta elip beravatkan g'ururunu çeyleyip yetiştirdiki usulları terakki kılıp, teximi qabih seviyelerge yetti. Belki bu tür Uygur münafıklarının akıl gösterişi bilen meydana gelgen yeni tür buluşu mümkün. Yani Uygur erkeklerinin gıtmeklikini intayın kabi kılmış gördüğallığı Xitaylarga düşendirilgen buluşu mümkün. Mana şunun bilen Xitaylar erkek siyasi mahbuslarını oğru kımavaz cinayetçilerini kışkırtıp oğlan kız kılıp yetiş. Yani gıtmek kılıp yetiş arkalı gururunu sındırmakta. Bunun bilen bu zarbige bardoshlik berilmagan siyosiy jinoyatchilar uchun dunyoning qiziqi, hayotning ahamiyati tamoman yo'qolishi bilan hech narsaga parvo qilmas, hech narsaning yaxshi yomoniga e'tibor qilmas bir xil gangsa ruhiy holat borliqqa kelib, ular uchun Xitoylarning deganini qilaverishning hech farqi yo'q. Chunki bog'liq bo'lib qoldi-ya. Yashash bilan o'lishning farqi qolmagandek, numus bilen şerefinin farkı kalmayan haletke düşüp kalıdı. En rezil bir işini baştan geçirgenden keyin başka rezillikler onun için adetlik iş qaylanıp kalıdı o degende. Hatta özüge bu işini qıyğanlar Uygur cinayetçiler bolğanlyk üçün Uygurlarga bolğan öçmenligi keçirgisiz, unutulgusuz derecede boldu. Mana bu nefretden faydalanıp Xitaylar onunla vazife verse, ular özünün milletiga qarşı en rezil işlerini köngül rızası bilen kılıdığan bulur. Yeni bir taraftan ülgüler yaratılıdır.
Halkqa bu ülgüler sunuldu. Bu ülgüler istihbaratdaki, ben burun istihbaratga dair bir videoda sözlep ötkendim. Ätava bala usulü bilen yetiştirilip halkqa söydürülüdü. Bu Xitay tarafından yaratılgan kahramanlar. Mesela bir addi düşünüşlük bir misal birey bununla. Deyli ki ben yazgıcı oğallıktın yazgıçılıktın misal birey. Men bir hikaye yazıp yollayman matbuatga. Yani bu Xitay hükümranlığı şaraiti astidagi ahval deyli. Hikayeni yollayman bir gazetga ya bir jurnalga. Men bu hikayede sosyalizmning qarang'uliklari bek aşkarı tenqidlenmegen buluşup qaramay, azraq biline bilmez bir yaptı kılınan da onunla. Sosyalizmga, komünist hakimiyetiga qarşı kichik bir meyin bir darıtma var. Şunda oluşup qaramay, bu biliner bilmez yaptılar mı tahrirlerinin gözüden kaçmaydı. Yani bu ameliyat, bu benim beşimden ötken iş. Derhal bu noktunu asas kılıp hikayem ahletki taşlanıdı. İlan kılınmaydı. Ama Metkunah'ın bir hikayesinde sosyalizmni bu dünyanın dozuk kılıp tasvirligini tasqaladı. Şu derecede aşkara. Lekin onun bu hikayesi derhal besilip çıkıp zor dağdığı kozgaydı. Halk bu kahraman yazgıcını yaxşı görüp kaladı. Ular oylaydı ki bu yazgıcı hiç kim değişik beten almagan geplerini qıptı. Del yürkümüzdeki gepni depti. Dep onu ulug'lashga başlaydı. Mushunda usul bilen Sovet ittifaqida Sholoxov qatorliq bir turkum munofiq adiblar maydonga keltirilgan bo'lib, xalq so'ydirilgan. Bu qahramonlarning azg'ashtirish roli bo'ladi. Uyg'urlar ichidami mana shunda xalq so'yganlar mavjud va keyin ularning tilidan ularni so'ydirib bo'lib, xalq uni yaxshi ko'rib bo'lgandan keyin ularning tilidan bizning eng voz kechilmas manfaatlarimiz, qizil siziqlarimiz hujumga uchraydi. Yoki bulardan boshqa turda foydalanishlari mumkin. Bu yerda yozuvchilarni faqat misol uchun dedim, qarindoshlar. Buningdan boshqa xalq so'ygan rahbarlarni yaratishimi mumkin. Ba'zi muvaffaqiyatlar, tuhfalar uning nomiga yozilishi tufaylidan u xalqqa issiq ko'rsatilishi mumkin. Ya'ni pichqi bak kesadigan milliy kadr degandek. Buningdan boshqa chet ellarda o'qituvchilik harakatları bilan shug'ullanuvchi qochoqlar ichidami har xil o'yinlar o'ynanishi mumkin. Masalan, Rossiyada bolsheviklarning hokimiyatga chiqishi bilan nurg'un o'qituvchilar g'arb davlatlariga qochib, ba'zi ministrlarcha, ba'zi generallarcha, cho'ng kapitalistlar, boylar qochgan chet elga. G'arb davlatlariga qochib, shu yerlarda kommunizmga qarshi faoliyatlarda bo'lgan. Xuddi biz vatanimizdan qochib Xitoyga qarshi faoliyatda bo'lgandek. Bu hamma millatda siyosiy qochoqlar chet elga chiqib olib qiladigan ish bu, o'xshash. KGB bularni o'z mayliga qo'yib o'tishi mumkinmi? U chog'da KGB emas, ЧК deb ataladi. Ularni o'z mayliga qo'yib o'tamdi, chet elga chiqib faoliyat qilayotganlarni? Yo'q. Aqalli savat bo'lmasimi rad qilish mumkinki, albatta beshi bosh qo'yib o'tmaydi. U holda nimalar qilish mumkin? KGB tarafidan g'arbda Rossiya ko'chmanlari ichida o'qituvchi tashkilot qurdi. Buni ichidami qurdi? Teşhidimi qurdi. Ba'zilarini qochib ketdi qilib chiqirib o'tdi talarga. Ular qurdi buni.
Yani çin bilen saxtını ayrıqılı olmaydigan bir vaziyet yaratıldı. Ularning Sovetga qarshi davolari uchunmi saxta ulgular yaratıldı. Ularning iqtisodiy dastiki texmi kuchli bo'lganlikdan, KGB tarafidan qurilgan o'qitish tashkilotlarning iqtisodiy dastiki texmi kuchli bo'lganlikdan birmuncha unumlik ishlarni qilib, zo'r ko'pchilikni o'ziga tortishlari tamoman mumkin. Bununla har kimning aqli yetadi-ku deyman. Pul bo'lgandikan u xil ishlarni qila oladi, kishilarni ta'sirlantira oladi. Anandan ma yaxshiroq ekan, manda ishlarni qilib ketdi deb, ani tashlab buning yeniga kelish tamoman mumkin. Asosiy rolni qo'lga olish uchun, g'arbda asosiy so'z sohibi bo'lib olish uchun albatta xizmat raqobatidagi utuqlarga tayanmasa, quruq gaplar bilan bo'lmaydiganligini hammamiz bilamiz. Quruq gap bilan bu raqobatda g'olib kelgili olmaydi. Shuning bilan ba'zi ishlarni qilishga majbur bo'ladi. Raqobatchi bo'lmagan bo'lsa-edi, qilmaydi. Qilmasimi bo'ladi. Lekin raqobatchi bo'lgan ahvolda uningdan eshib tushmasa, uning atrofga tortqil olmaydi. Xo'sh, mana shuni Uyg'ur diasporasiga nima tatbiqlab o'ylab ko'rmaymiz, qarindoshlar? KGB qilganni Xitoy qilmaydi, Xitoy insofli demoqchimi? Ha? Haqda bo'ladi, bizda bo'lmanda. Sovet shunday qilgan bo'lsa, uning ishimizda Xitoyningmi dal shunday qiladiganligi, qila oladiganligiga nima ishonmaymiz? O'xshash bir hukumat sharoitida kishilarning qismatida ko'riladigan o'xshamagan erkinlik imkonlari albatta sababsiz bo'lmaydi, qarindoshlar. O'ylab ko'rdingizmi buni? Turmushingizda atrofingizga munosabatlaringizga diqqat qilib, buni tatbiqlab boqinglar. O'xshash bir hukumat sharoitida, o'xshash bir Xitoy mustamlikachi hukumat, o'xshash hukumat. Kishilarning qismatida, hamda Uyg'urlarning qismatida, o'xshamagan kishilarning qismatida o'xshamagan erkinlik imkonlari mavjud. Birisiga bo'ladi bir ish, sizga bo'lmaydi. Aningga bo'ladi bir imkoniyat bor, sizga u imkoniyat yo'q. Bu sababsiz olmaydi qarindoshlar. O'zligidan bo'lmaydi. Yuqorqi yozuvchi misolida deyilgandek, menga berilmagan bir imkon boshqa biriga berilgan bo'lsa, buningda cho'qim bir chatoq bor degan. Buni chet ellardagi Xitoy josuslik faoliyatlari uchunmi tatbiqlab o'ylab ko'rishga bo'ladi. Masalan, men Kanadaga keldim 2002'da. Kanada hükümetinin izchil aralashib tirishchanlik ko'rsatishi dahil qochoq yo'l, saxta kimlik, yolg'on ism, aqlga kelishi mumkin bo'lgan barliq usullarni qo'llanibmi oilamni olib chiqolmadim. Buni ko'pchilik biladi. Texnik qiziqarli yeri shuki, ta shu kunlargacha oshkora holda men o'tirdi yo'q. Ya bir teşkilatның 5'i ya a'zosi emas. Men ko'pincha yozganlarimni taxallus bilan e'lon qilaman. O'z ismim bilan emas. Shu holatda turib, chiqolmadim oilamni. Lekin ba'zilar siyosiy jinoyat bilan turmada yetib chiqqan bo'lishiga qaramay, butun oilasi bilan bir qatimda chet elga chiqqan bo'lsa, bunu normal bir iş, ipi varlıqıdın, epçilemlikidin, qoludan iş keladiganligidan, qismatning o'ng kelishidan yoki boshqa turda tushunish albatta o'tib ketgan do'klik bo'ladi qarindoshlar. Hatta ba'zi lider turidagilar chet elga chiqar chiqmayla inqilobiy faoliyatlarga boshlab ketgan teşkilatlarını kurup bununla dahi olgan buluşup qaramay, aqsidan ailesi kazasız balasız yetip gelgen bolsa, bununla mı saddılık bilen işini versek, Xitaylar bizning burnimizdan çülük ötküzüp,
yetelep jurayotganligini mı itiraf qilsak bo'ladi. Hatta tehi bu mu yetmeydi o? Ailesinin keyninden çıkartıp duruluşu. Bu mu yetmeydi ki yüzünü ayrım yolgu sağılı bulmagan aile azaları. Mesela ötkende xotin balları bilen mangan toptun çıqqagan, nimi sebeptindir çıqqagan küçük bir balası olgan bolsa, o küçük balını yüzünü yolgu sebep koygun olmaydı, başka bir devletke. Kada kılıdı o? Məxsus kadr acırtıp, bu balını şununla ketip, çıkartıp birdi. Muşundaq liderli bağ oturda. Ama bu mu? Guman qozgamaydı bizning xalqimizda. Hiç guman qilmaydi. Aşınanğı işini yana. Hatta muşa gaplerimizden keyin mi işini davam qiladi. Çünkü taraftarlık mı yok? Yoki vazif şu, onun berilgan vazifa, sen aşının qo'llovchisi bo'lsa, aning keyindan mangsan degan belgilangan vazifasi. Bo'lmasa inson bolasi bu qadar aşkarı bir ishdan keyin yana ishonchisini yo'qotmasa, nima deymiz bunga? Aqliga poq yegandamdik ya yüzünün çatığı var demdik. Muşa halimiz bilen yana nimani ümit qilamiz qarindoshlar? Yana qaysi g'albidan tamadi bo'lamiz qarindoshlar? Munda desam ba'zida buni ümitsizlikni yayganligim deb tonuydi ekan. Ümitsizlikni mushunday yayamda çataklardan agalandırış arkalık ümitsizlik yaygan olmaydı. Ümitning yolunu göstergen buludu bu. Bazı hamakatlarga şunu dep koyayım. Bu haqda qarindoshlarni istixbarat haqida aqalli savobga ega bo'lsa ekan deyman. Ben navbatda kommunistlarning qahramon yaratish, mashhurlarni yaratish, hatta o'qituvchilarni yaratish haqidagi parlaq xizmatlari fosh qilingan. Sabık KGB a'zosi tarafidan yozilgan bir kitobni o'qib ko'rishni tavsiya qilaman. Avtori Anatoliy Golitsin. Kitap ismi Konu üçün yeni yalganlar. New Lies for Old. İngilizce. New Lies for Old. Kitap İngilizce, başka tillerde mi buluş gerek ama Türkçesi yokken. Ben Türkçesini köp izledim. Çünkü ben İngilizcesini okuyman desem bekcik vaktim mi ketidi, bek qiyilinib ketadi. Ben şuna Türkçesini okuy deb izledim, yok. Türkçesi yokken. Başka garip tillerde tercümesi buluşu mümkün. İzlep baksanlı buludu. Şununla dikkat kılınlar ki fikir ihtilafları çıkarış için hatta muhaliflarni öktüçülerini özleri yaratıdığan gap qarindoshlar. Bek sada o'ylaysizlar ba'zilaringlar. Yig'lab tashlayman rostini desam. Mush Facebook'da ba'zi bir yo'llanmalarni ko'rgan vaqtimda ma dunyoning saxta ko'rinishlariga o kadar ishinib, o kadar aşınığı gol olasılar ki ya mush xalq bilan qandaq nega mi boramiz deb yig'lag'im keladi qarindoshlar. Hech bir ish ko'ringanidek emas qarindoshlar. Unday bo'lmaydi. Siyasi katlam. 600 fakat ve fakat efkar ammini aldash uchun bo'ladi. 600. Bu 600'de ko'ringanga ishonganda tursanlar kichik bolaning o'zi bo'lasizlar. Çokumның keynidi bir nesli var. Keynidi nim balıqıga dikkat qilishni ve onun yeyishning metodlarini gelmek lazım. Nurgun ayrıgılı bulmaydigan saxta uçur taqitish orqali bu istihbarat uyullaridan birisi. Saxta uçur taqitish.
This is this is disinformation deydi. Saxta uçur tarqitish orqali g'arblik olimlarni Sovet ittifoqi haqida xato qiyos, xato xulosalar keltirish qatorliq ishlar bor. Kitobda. Bununla baqqanda biz uchun birər noto'g'ri ulguni tiklab berishi bakmi oddiy bir ish emasmi, qarindoshlar? Zikr qilingan kitob aslida g'arbni ozg'ashtirish, xato zangi keltirish, xato xulosa chiqarishni maqsad qilgan o'yinlarni tasvirlaydi. İnşallah agar men imkonim yor yurib qolsa, kelgusida bu kitobdan mening bekroq zo'qimni tatgan yerlarni kesib elib, tercümesini parça halda ve üzerinden şerhisini koşkan halda sizler bilen ortaklaşıma. Ortaklaşmasam bulmaydıgandek durdum. Şu ahirki qitim tünügün bir bölükünü okudum. Dehşet qarindoshlar. Dehşet. Biz undan işini aklımızga mı keltirmeymiz? Buni Lenin, bilisizlar, Lenin büyük Marksizm, Leninizmning Lenin, Vladimir Ilyich. Bu Lenin yeni qurilibla patqaq qilib turgan Sovet hukumatini bu krizisdan qutqizish, yemirilib ketishdan qutqizish uchun o'ylab topgan chora ekanda. Sovet ittifoqi parchalanib tugash ahvoliga chiqib qolgan. İqtisod tamamen vayron bo'lgan. Sanoat to'xtab qolgan. Yeziglikimi to'xtagan, ocharchilik, endin o'xshamagan millatlar mustaqillik jakalagan, Ukrainada petliora, O'rta Osiyoda Buxoro Cumhuriyeti, Qo'qon Cumhuriyeti, Alash O'rda, nurg'un mustaqil davlatlar maydonga kelgan. Hamma millat o'zining tuproqini mustaqil davlat qilib jakalab, bu Rossiyaning Sovet ittifoqiga miras qolgan bu tuproqlari parchalanib, bu yeni hukumat cho'kish girdog'iga berib qolgan vaqtida ash chog'da ash qadar aqlliq ishlarni qila olibdi ekan. Bu Leninning siyosiy yo'lligiga haqiqatan qo'l qo'ysiz uni o'qisangiz. Teşedeki öktücüler Rusya'dan kaçıp, garip kaçıp beri vargan öktücüler. Bek çoğun adamlar, onlar bizdenki varlığı. Olu pulu var, bay hem derecesi var, hem dünya itiraf kıygan, ilgiri ministri olgan, general olgan, büyük adamlar. İşçide mi erxil yoşurun teşkilatlar Sovet'e karşı. Moşunda krizis qatma-qat krizis ötüp qalgan Sovet ittifoqini qutqizib chiqqan. Nim bilan ay yolg'on uchur taqitish, g'arbni xato zangi keltirish ve g'arb yoki teshidagi va ichidagi o'qituvchi tashkilotlarni qalaymiqonlik qilish uchun o'zlari o'qituvchi tashkilot qurib faaliyet kıldı. Adamlarını toplagan üzüge. Toğrusudan kaçıp yalgınığı toplangan insan degen manda nemi bu. Qarindoshlar. Aşın öyle yok atkan. Muşu undaq narsil tasvirlandı bu kitapta. Yani bu uyanlığa bevasıta qatnaşqa adamның özü yazıp atkan kitap var. KGB azası burun. Mening qahramonlar, doilar, umuman ulgular haqidagi qarashimga bir to'rdosh burmilashtirdi sharhiylar hujum qo'zg'abdi. Bu hujumni keltirib chiqargan asli sabab boshqa bo'lsa-mu, biror shalpaqiligi bo'lgan ehtiyoj tufaylidan ulgular masalasini burmilab tilg'abdi. Men bütün tariximizde mi bire yaxşı adam bulmagan dep demişmen. Bir mi dahi olmagan dep demişmen. Ne kadar yüz qilınlık. Bütünley satqınlığa dep demişmen.
Bu kadar mı yüzü kıyılıp buludu eken insanlar. Mening asli sözümni anlap bakmaganlar hakikaten mi işinip kağıdık mı mükemmel tokupta bu tokamni. Şuna bu münasebet bilen kaymuqqan qarindaşlarının işi bolsun ki bu tamamen töhmet. Mening içim puşuvatqany satqıllar, galçılarning hala qahraman, hala ülgü boluverişi. Haqiqiy ülgülerning taşlanıp qilishi. Ba'zilar haqida aniq dalillar bo'lganligi uchun da'vatgan gaplar. Dalil var. Ama delilge unumaysızlar qarindaşlar. İnsanlar kallanlar sanıp qağını tegam toğra. Şu delil batırıp mı degan olmaydı qarindaşlar. Bu dersede ters ağlar. Tarixte bizden dahi çıkmagan degen töhmetlerini tokup asli maksatını yoşuğan bir çalgıtma oyunu oynalgan. İstihbaratda oyunlarının qandaq tariflanganligini bilgenim üçün men bu artistlarning ko'pining durust kishilar emasligini bilaman. Lekin istihbarat savodi noldan tuvan bo'lgan xalqimni bularga ishontirish mumkin bo'lmaganining ustiga dushman kuchli bo'lganligi uchun chunki uning keynida pul bor, kuchli bir destek bor. Nayt asalla nefretga nishon qilib qo'ya oladi sizni. Chunki u kuchli. Kuchlik maslahatchilari var. Keynida bir qo'mondan bor. Qanday qilsa qanday bo'lishini biladigan mutaxassislar. Şuna nayt asallar ular gapini rost qilib ketadi. Xalqimizning pokitqimi itibar qilmaydigan ajoyib mijozi Xitoylarning bizga ulgi yaratish o'yinlarini osonlik bilan ta'min etyotdi. Aslında bundaq töhmetmi sebepsiz emas. Xitoylarning yuqorida bayon qilingan rezillashtirish, obro'ysizlantirish metodining chet eldagi ijrosi. Bu temini sözleşimge ilham bo'lgan sababmi dal mushu janobning töhmetlarini bakmi chiroyli niqoblab, u o'zi go'yo ittifoqlikning jarchisi, birlashtiruvchi shilim men bo'lsam buzg'unchi barliq ittifoqsizlikning birdan bir javobgari. Demak, hozircha mana shundoq kuchayotgan bu munofiqlar men o'lganda nimalarni demas. Men to'g'ri yo'llab qo'ygan bir she'r bor edi. Men o'lsam mavzuli. Yodingda bormi? Men ölsem, düşmanlarımga boludu aram. Şayatullah samas elişip, münafıklar kılıdu bayram. Del şundaq bulduğanlık, yani tamamen toğru mölçerligellikini gözüm yetti. Demek, asli toğru yolda boğanlarının manımı şundaq rezilleştirildiğanlığı hakkında halkını ağalandırış benim burçum elbette. Burun dep ötkenimde bunu ölgenlerini tinç koymadığım demekçiyken. Men o tinç koysam bo'latdi. Ama ularni tegishlik bahası bilen depni qilib qutulgan bo'lsa. Andın tinç koysak bo'latdi. Lekin ularning hala bizga ulgu bo'lishi qarashdığımız bo'lmaydigan taraf emasmi? O janob menga tanlagan ittifoqlashib tegish figurlarning ba'zilari bilan eli hem hiç ziddiyetim yok. Bazıları bilen siyasi cihetki tüttün karma karşı olan yol tüpeyildi bir yerge gelişim mümkün emas. Benim en jirkindiğinin del şu tür. Yani ismi müşk mü demeyi kaynaşıyı verdiğin lomzelli diplomatçılık. Uluglar ayetkan tarihteki. Kandak adamның düşmanı olmaydı o degen gap. Nima degen? Mazbaynek adamlarning, latag'ilab adamlarning düşmanı olmaydı. Çünkü o labban şıptı olsa kim onunla düşmanlaşsın? Şunu bunda lamzelle diplomatçılık micazi yok mende. Hakikat degenini kılıç kokuştumuz normalde. Kılıç degen tüz, bir tüzsüz yok bu. Ondayken o kılıç hiç nimege putlaşmay, araçlardan gıttan tolguşup, igilip, ägip ötüdüğün näse emas o. O tüzsüzlük buluş süptedi, bazıda aradaki boşluk küçüşü mümkün, hiç nimege dafla qılmay, putlaşmay, ama bazıda del şeyinin üstüge düşüp, boynunu üzüşü mümkün. Prinsip mana şundaq näse. Sey yaxşı, mey yaxşı, hemmeyle belen şeklede bolmaydı.
Onda prensip yok dünyada. Lamzellilik o. Toğrusu toğra, hatası hatadır. Düşmanның depogosuyla oynayıvatkan, bizge optonomiya tilavatkan, 80%'dan artık Uygur müstakillik talep kılmaydı degen qaraşny bazaq selavatkanlar bilen ittifaklık çakırış kandak mantiqe. Toğrudun toğra Xitaylar bilen nimiş ittifaklaşmadın dep agırınışdan nem farkı bunun? Bu Raysynaş bu ketemki biz oylap bakmagan bir münçü netijelerni oturga çıkırıp atıdı. Helesininkini kanıtıp etdi. Yana kanaş devam kılınğandek turdu. Kandaq reji bilen bunu hataga çıkırıp atkanlygyga dikkat kılыңlar. Qarandaşlar. Mantiqsiga qarаңlar. Hata atkanlygynyň mantiqsiga çüprendiligige. Üzünün kusqydaki äwalyga bakma, her ýogum gepdi. Ret kılışda. Bir poğu yaramaydigan quruq ýogum gepler. Tilgelnewatkan bahanlarning xilma-xil başga bahanlar boluşyp garamay, asly hapylyk mana şu Raysynaşnyň ýegirlaryny eçip etişi, yaraba ýerlerini eştirip etişi asly sebäpdir. Qarindaşlar, gep uzurap ketdimi bilmedim. Wagtyňlaryny agan bolsam, akdyňlaryny halal kılыңlar. Allah hemmeňlaryny aman kılsın. Kiyinki görüşkiçe hayır hoş.